Xo'p, azizlar, ko'pchilikning savoliga javob berib o'taman. Bu yoqda ko'pchilik mendan so'rashgan, Temu endi O'zbekistonda blok bo'ldi, endi ishlamaydimi? Yo'q, azizlar, Temu ishlaydi. Mana hozir o'qib beraman. Temu O'zbekistonda yuridik shaxs sifatida ro'yxatdan o'tdi. Xitoyning Temu Marketplace yuridik shaxs sifatida ro'yxatdan o'tdi. Bu haqda Davlat soliq qo'mitasi xabar berdi. Qo'mita rahbariga ko'ra, Marketplace O'zbekiston Respublikasi rezidenti sifatida ro'yxatdan o'tgan. Ammo mana eslatib o'tamiz, avvalroq Temu O'zbekistonda ro'yxatdan o'tmagani sababli unga kirish cheklanganligi xabar berilgan edi. Aholidan kerak bo'lsa, shu Marketplace'da misol nima tovar zakaz qilgan bo'lsa, shu tovarni zakaz qilmay turishini va zakaz qilgan tovarini kerak bo'lsa olishini, pulini olishini so'rashgan edi. Xo'p, nima uchun Temu O'zbekistonda blok bo'ldi? Temuni asosan O'zbekistonda blok bo'lgan asosiy sababi u qo'shimcha qiymat solig'i, ya'ni soliq to'lamagan O'zbekistonga. Shuning uchun blok bo'ldi. Endi o'zlaringiz o'ylab ko'ringlar, mana shunchalik misol uchun mana shu temani o'ylab topgan odam, misol uchun hozir nomi ismiga kelmayapti, lekin vebinarda aytishdi shuni. O'sha Temu bilan Pindudoni o'sha avtori, ya'ni o'shani nima deydi, dunyoga keltirgan odam, o'sha xitoylik, O'zbekistonga soliq to'lamagan. Milliard sarmoya kiritib, o'sha kerak bo'lsa har bitta oddiy bitta ilova ochsangiz ham Temu, bir nimani ochsangiz ham Temuning reklamasi chiqib turadigan sarmoya kiritgan, lekin bizaga sarmoya kiritmagan. Bu albatta yoqmagan. Kimga ham yoqadi? Kamiga mana bu yerda kargochilar bilan bellashib yotibdi. O'zi bunday o'ylab ko'radigan bo'lsa, oddiy mana shu ustundagi narsa Temuda 150 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, kargolari bilan. Bizada shu juda kargosi bilan borsa 110 ming, 120 ming so'm bo'ladi. Bu minus. Lekin odamlarning ko'ziga ko'rinmayapti-da u so'mni. Odamlar xursand. Boshqa kargo to'lamaymiz deyapti, lekin bu yoqda pulidan yutqizib qo'yayotganini hisobga olmayapti. Mayli, endi nima deymiz ularni anaqasi, misol Temuni yomonlashmas, chunki Temuni filialini o'zim ham ochganman. O'zimizning misol Express Cho'dak xizmatimiz ham bor. Buni bilmaydiganlar bo'lsa, misol o'zimiz Telegram gruppalarimiz bor, kirishsa ko'rishadi. Biz uskunalardan tortib, kiyim-kechaklardan tortib, xolos hamma yoqgacha olib kelib beramiz, qo'limizdan kelguncha. Xo'p, endi Temu mana O'zbekistonda уже nima deydi? Yuridik shaxs sifatida ro'yxatdan o'tib bo'lgandan keyin endi ishlaydi, lekin degan joyi bor. Temuda zakaz qilayotganda iltimos bitta narsaga ahamiyat bilan qaranglar. Ko'pchilik Temuni bilmayman, yo o'zbekchaga perevod qilib olmayapti, ruschani yo bilmaydi, yo angliyskiy desam, angliyskiy tilini ko'rmaganman, ruscha, o'zbekcha versiyasini ko'rganman, to'g'risi. Narsa zakaz qilayotganda arzon narsaga uchib olishyapti. Ya'ni arzon tovarni ushlab olishyapti. 20 ming so'mlik, 30 ming so'mlik narsaga shurpayvor zakaz qilishyapti-da, kelgan narsa nakleyka bo'lib chiqyapti. O'zi tagiga yozib qo'yadi uni. Misol uchun shurpayvor nakleykasi, yo qozon tovog'ida nakleykasi, yo qanaqadir ehtiyot qismi deb yozib qo'yiladi. U narsaga hech kim ahamiyat qilmayapti-da. Bo'ldi, 20 ming so'm ekan, 10 ming so'm ekan. U narsa 16.8 da ham bor. Pindudoda ham bor, anaqa Pindudoda ham bor, Taobaoda ham bor. Hammasida bor u. Ichki o'sha Xitoyda ichki saytlarda hammasida u narsa bor. Hammasida xuddi shu Temuda nima bo'lsa, xuddi shu holat bor. Shu narsaga ahamiyat beringlar. Keyin ko'pchilik уже zakaz qilib olgandan keyin, voy, menda bunaqa bo'ldi, Temu aldadi, boshqa yo'q, Temu hech kim aldamayapti. Temu real ishlayapti. Sizlar o'zlaring ko'rmayapsizlar u narsani. Odzifiga qaranglar, reytingini ko'ringlar do'konni. Reytingi ko'rmaysizlar, kommentariyalarni o'qimaysizlar. Chunki mana shu narsa eslangdan chiqmasin, sizlarga life hack deyiladi. Uzumda ham, Azonda ham, Valbersda ham, Avitoda ham, misol uchun, mana shu Temuda ham, Xitoyda ichki saytlarda ham misol ishlaganman-da, bilaman. Bitta fishkasi bor. Misol uchun, siz bir nima zakaz qildingizmi, narsangiz yaxshi chiqmadimi, siz negativ kommentariy yozsangiz, ularga minus bo'ladi-ku, u narsa reytingi tushadi. Sirazi kerak bo'lsa, siz pulingizni qaytarib berish darajasiga ham boradi-da. O'shaning uchun odziv kommentariyani albatta o'qish kerak. Kommentariyada realniy gaplar yozilgan bo'ladi, realniy rasmlar tashalgan bo'ladi. O'shalarga ahamiyat berish kerak. O'shanda keyin bemalol qo'rqmasdan zakaz qilsa bo'laveradi. Temudan zakaz qiladimi, boshqa saytlardan zakaz qiladimi, hammasida xuddi shu holat. Shunday ekan azizlar, iltimos, shu narsaga ahamiyat beringlar. Keyin zakaz qilayotganda, misol uchun, qonun qoidalari bor, nastroykalarga qaranglar. Manzil to'ldirayotganlarda ahamiyat beringlar. Mana misol, mana o'zimizni mana shu Gulistonga keladigan bo'ladigan bo'lsa, Guliston yozilmaganda,
Namangan viloyati Pop tumani Oltinkon yozilgan. Oltinkonni yozinglar, kiritinglar mayli. Chunki filial Gulistonda yuk albatta menga keladi. Xo'p, Oltinkon, Chodek misol uchun yozinglar, Xonobodni yozinglar, u ham menga keladi. G'olib ham dachi menga keladi. Bungan ham bir kelib qolyapti. Popni yuki ham bir kelib qolyapti. Lekin poplarni yozmanglar. Xonobodni yozinglar mayli. Oltinkonni yozinglar. Eng qulay Oltinkon. Chodaklik ham Oltinkonni yozsin. Xonobodlisi ham Oltinkonni yozsin. Farqi yo'q. Baribir yuk shaqa keladi. Xo'p, kim nimani tushunmagan bo'lsa, mana behijolat kommentariyada yozsanglar, kommentlarda javob beramiz. Yo gruppamizga yozsanglar, yo o'zimni shaxsiy lichkamga yozsanglar ham bo'laveradi. Qanaqadir xizmatlar bo'lsa, behijolat yordam berish qo'limizdan keladi. Shunday ekan, gazni bosinglar, Temudan zakaz qilaveringlar, qo'rqmasdan. Temu ishlayapti. Sog' bo'linglar.